tushda otashparast bo'lishni ko'rish. Ibn Sinning ta'kidlashicha, tushida otashparast bo'lganini ko'rsa, oxirat tolibi emas, balki dunyo tolibi bo'lishini bildiradi. Mag'ribiy aytadiki, tushida otashparast bo'lib, kushnishdan joy olganini ko'rsa, bid'at ahli va dini buzuq kishilar hamda havoyi nafsga tobe bo'lishini bildiradi. Agar otashparastlikdan pushaymon bo'lib, musulmon bo'lganini ko'rsa, gunohdan tavba qilib, Alloh taolo yo'liga qaytishiga va yaxshi ishlar qilish bilan mashg'ul bo'lishini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.